yig'ilish qatnashchilari, bugun Prezidentimizning 2024-28 dekabrdagi 40/28 sonli qaroriga asosan mahalla bankiri faoliyatini amalga oshirish va muvaffaqiyatli bo'yicha metodik qo'llanma bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, mahalla bankirining asosiy vazifalari. Mahalla bankirining vazifasi aholi bandligini ta'minlash, mahallaning tadbirkorlik qilish imkoniyatlarini o'rganish, aholi va kichik biznes vakillari bilan muloqotda bo'lish, ularning g'oyalarini loyihalarga aylantirish, aholining kredit olish va qaytarish, biznesni yo'lga qo'yish, mahsulotini sotishga o'rgatish va ko'maklashdan iborat bo'ladi. Mahalla bankirining asosiy vazifasi, asosiy maqsadi mahallada aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka jalb qilish. Tadbirkorlikni amalga oshirish orqali ishsizlik va kambag'alchilik darajasini qisqartirish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishdan hisoblanadi. Aholi orasidan o'ziga biriktirilgan mahalla xonadonlarini yaxshi biladigan yordamchi agentlardan yollab, bank xizmatlariga qiziqtirish va loyiha takliflar topshiriqlarini tashkil qilishdan iborat bo'ladi.